Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Go'zal Shahrisabzimizga, Qashqadaryomizga xush kelibsizlar. Tuman hokimi nomidan sizlarni yana bir bor bugungi g'alaba kun bilan, bugungi tarixiy kun bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Demak, sizlar qatorida meni o'zim ham mana shu qurultoyda, birinchi, ikkinchi qurultoylarda o'zim ishtirok etganman. Mana shu yerda ko'z yoshlar bilan yig'lardan ketganman. Yoshlar ittifoqida sizlardan eng faol yosh bo'lganman va bugun mana shu qurultoy orqali, mana shu loyiha orqali shu loyihani eng yaxshi ko'rgan Qashqadaryoning bitta vakili sifatida Shahrisabz tuman hokimi o'rinbosari lavozimida ishlayapman. Demoqchimanki, bu yerda butun respublikamizning va qolaversa O'rta Osiyo mamlakatlarining eng millionlar ichidan saralab olingan yoshlar sizlar. Sizlarga juda ham ko'p yoshlarimiz ergashadi. Men o'ylaymanki, mana shu Shahrisabzda hurmatli prezidentimiz tashriflaridan keyin juda ham betakror go'zal maskanga aylandi va bu Lochin lageri O'rta Osiyoda eng ko'zga ko'ringan oromgohlardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, yana bir bora sizlarga xush kelibsizlar deyman. Men o'ylaymanki, sizlar butun O'zbekistonimiz, respublikamizning targ'ibotchisilar. Men o'zimga shunday bir rejani qilib oldimki, hozirgina biz ko'rib o'tgan loyihani Qashqadaryo viloyatini chiqishlarini men 25-avgust kuni Zaynazamda Shahrisabz tumani davlat mustaqilligini 35 yilga qo'ydirmoqchiman. Sababi bu juda ham katta namuna bo'ldi, bizga ibrat bo'ldi. Sababi siz aziz yoshlar shu yerda 5 yil davomida o'tkazgan har bitta damlaringizni joylarga borib minglab, millionlab yoshlarimizga